Assalomu alaykum, aziz yurtdoshlar, qadrli otaxon va onaxonlar. Bugun biz siz bilan hovlingizdagi tirikchiligingiz, ya'ni tovuqlaringiz, mol-qo'ylaringizning taqdiri haqida gaplashamiz. Bu videomizda sizga qanday qilib oddiy insonlarning mehnati va hayotini yakson qilishga qaratilgan yangi, shoshilinch protokoldan himoyalanish mumkinligi haqida batafsil ma'lumot beraman. Eshitdingizmi? Ular sizning hovlingizga kirib, yillar davomida mehr bilan boqqan jonzotlaringizni tortib olishga harakat qilishmoqchi. Bu shunchaki bir qog'oz emas. Bu sizning shaxsiy mulkingizga, sizning osoyishta hayotingizga qilingan hujumdir. Xuddi shu daqiqalarda men sizga aytadigan narsalar sizning oilangiz, farzandlaringiz va nabiralaringizning ertangi kuni uchun juda muhim. Siz o'zingizni va mol-mulkingizni qanday himoya qilishni bilib olishingiz shart. Azizlarim, esingizdami, bolaligimizda qishloqlarda, hatto shaharlar chekkasidagi uylarda ham har bir hovlida tovuqlar, g'ozlar, ba'zida hatto sigir yoki qo'y saqlanishi odatiy hol edi. Bu bizning milliy mentalitetimizning bir qismi edi, chunki ota-bobolarimizdan qolgan an'ana bo'yicha har bir uyda oz chorvasi bo'lishi, bu baraka, bu tokinlik ramzi edi. Farzandlarimiz uchun sof sut, yangi tuxum, halol go'sht topilardi. Qaynatilgan moshxordaning yonida bir parcha go'shtni topish uchun, bir chimdim qaymoqni nabiraga ilinish uchun qancha mehnat qilinganini siz juda yaxshi bilasiz. O'sha paytlarda hech kim hovlida chorva boqishni taqiqlamagan. Aksincha, bu davlatning ham, oilaning ham farovonligi uchun muhim hisoblangan. Qancha kampirlar, chol kampirlar umri davomida halol mehnat qilib, pensiya jamg'armasidan olayotgan arzimagan pensiyalariga qo'shimcha bo'lsin deb hovlisida bir ikki tovuq, bir qo'y saqlagan. Qancha onaxonlarimiz, buvijonlarimiz, nabiralarning oshini ro'yobga chiqarish uchun, bir piyola sut bilan non berish uchun yozning jaziramasida, qishning ayozida o'sha jonzotlarga qarab, yem berib, ozodaligini ta'minlab kelishgan. Bu ularning nafaqat tirikchiligi, balki gururi, oz mehnati bilan topgan halol rizqi edi. Siz qanday sharoitlarda tirikchilik qilganingiz, qanday qiyinchiliklarni boshdan kechirganingiz haqida fikrlaringizni albatta yozib qoldiring. Bu har bir insonning o'z hayotiy hikoyasi, o'z og'riqli tajribasi. Bilingki, bu kabi fikrlar sizning qanchalik mustahkam iroda egasi ekaningizni isbotlaydi. Afsuski, bugungi kunda bu odatlarga qarshi yangi bir urush e'lon qilindi. Epidemiologik xizmat favqulodda protokol 12 nomli hujjatni e'lon qildi. Bu hujjat oddiy odamlarning tomorqa xo'jaliklarini butunlay yakson qilishi mumkin. Yangi parranda grippi mutatsiyasi bahonasi bilan hatto shahar chekkasidagi hovlilarda ham tovuq va boshqa turdagi chorva mollarini saqlash qat'iyan taqiqlandi. Eng yomoni shundaki, inspektorlar militsiya bilan birgalikda sizning hovlingizga bostirib kirishga, jonivorlaringizni hech qanday tovon to'lamasdan tortib olishga va sizga 5 bazaviy hisoblash miqdori, ya'ni 1,700,000 so'm miqdorida jarima solishga haqli emish. Tasavvur qiling, butun umr halol mehnat qilib, endi bir ikki tovuq boqib kun kechirayotgan chol-kampirlarning rizqiga tajovuz qilish. Bu nafaqat moliyaviy zarba, balki qariya insonning ruhiyatiga, qadr-qimmatiga qilingan og'ir zarbadir. Bunday holatda nafaqat o'z haqqini bilish, balki uni talab qilish ham juda muhim. Zero, qonunlardagi mana shunday xufiyona o'zgarishlardan bexabar qolmaslik uchun kanalimizga obuna bo'ling. Biz har doim sizning haqqingizni himoya qilishga tayyormiz. Xo'sh, bu nimani anglatadi? Bu sizning hovlingizga, sizning shaxsiy makoningizga ruxsatsiz kirishga urinishdir. Bu sizning mulkingizni tortib olishga urinishdir. Bu sizning pensiya jamg'armasidan olayotgan arzimas pensiyangizga qo'shimcha bo'lib turgan tirikchiligingizni yo'q qilishga bo'lgan g'ayriinsoniy urinishdir. Oylab ko'ring, qanchadan qancha keksalarimiz, ayniqsa chekka qishloqlarda, mahallalarda yashovchilar faqatgina o'z hovlisidagi chorva hisobiga o'zlariga va nabiralariga kun ko'rishadi. 5-10 ta tovuqning tuxumini sotib, doriga pul topganlar nechta? Bir qo'yni boqib, to'y marakasiga yetib yetmay pul topganlar qancha? Endi ular nima qilsinlar? Bu nafaqat iqtisodiy muammo, balki insoniylik va milliy qadriyatlarimizga qarshi qilingan harakatdir. Axir bizda keksaga hurmat, ularning tirikchiligini qadrlash, qo'llab-quvvatlash muqaddas an'ana-ku. Ko'pchilik pensiyalar oshadi degan gaplarni eshitadi. Ha, ba'zi toifadagi pensionerlar uchun, masalan, 25 yildan ortiq stajga ega bo'lganlarga yoki harbiy pensionerlarga yoki ba'zi imtiyozli toifadagilarga gohida ozgina miqdorda pensiya oshirilishi mumkinligi haqida gaplar bo'ladi. Ammo bu oshirishlar inflyatsiya oldida deyarli sezilmaydi.
Ayniqsa o'z hovlisida chorva boqib kun ko'rayotgan, pensiya jamg'armasidan olayotgan mablaglari ro'zg'orni qoplashga yetmayotgan, hatto doriga pul topishga qiynalayotgan oddiy qishloq xalqi uchun bu protokoldan keladigan zarar har qanday ozgina oshirishdan ko'ra kattaroqdir. Masalan, Xorazm viloyatining bir chekka qishlog'ida yashovchi 70 yoshli Muhabbat momoni olaylik. Uning turmush o'rtog'i vafot etganiga 15 yildan oshgan. 2 farzandi Rossiyada ishlab yuradi, lekin har doim ham yuborgan pullari yetarli bo'lmaydi. Muhabbat momo o'zining 5-6 tovuqi va bir qo'yini boqib, tuxumini sotib, sutidan ozi ichib, nabiralariga bir piyola yangi sut berardi. Qo'yni yilda bir marta so'yib, go'shtini bolalariga ilinardi. Bu uning uchun yashashdan bir ma'no, o'zini keraksiz his qilmaslikka yordam beradigan yagona tirikchilik manbai edi. Endi esa unga kelib, tovuqlaringizni musodara qilamiz, qo'yingizni olib ketamiz, ustiga ustak 1.700.000 so'm jarima to'laysan, deyishsa, bu kampir qanday kun ko'radi? Uning ruhiyatiga qanday zarba beriladi? Bu qariyalar o'z hayotini shu yurtga bagishlab, qancha qiyinchiliklarni boshdan kechirdi. Ularning har birining orqasida bir doston yotibdi. Ko'z oldimga Qashqadaryoning bir ovulida yashovchi 80 yoshli otaxon keladi. U 2 jahon urushidan keyingi og'ir yillarda paxta dalalarida ter to'kib ishlagan. Butun umri davomida halol mehnat qilib, 5 farzandni tarbiyalagan, ularni o'qitgan, uyli-joyli qilgan. Pensiya yoshiga yetganida, pensiya jamg'armasidan oladigan nafaqasi ro'zg'orga yetmagani uchun hovlisida bir sigir va bir nechta tovuq boqishni boshlagan. Sigirining sutidan nabiralari ichardi, qolganini sotib, dorilarga, oziq-ovqatga sarflardi. Bir kuni inspektorlar kelib, uning hovlisiga kirishga, mol-qo'ylarni tortib olishga harakat qilishsa, bu chonning yuragi qanday ko'taradi? U nima deb o'ylaydi? Meni butun umr qilgan mehnatim evaziga shumi mukofot deb o'ylamaydimi? Nahotki davlat o'z fuqarolariga shunday munosabatda bo'lsa? Bu insonlar nafaqat moddiy qiyinchiliklar, balki ruhiy zulmga ham duchor bo'lmoqdalar. Bu holatda davlatning asosiy maqsadi fuqarolarning hayotini yaxshilash emas, balki ularning oxirgi tirikchilik manbasini ham tortib olishdek ko'rinadi. Siz bu yangi protokol va davlatning bu qarori haqida nima deb o'ylaysiz? Bu adolatdanmi? Sizning atrofingizda ham shu qabi vaziyatga tushgan keksalar bormi? Ularning hikoyalarini, o'zingizning fikrlaringizni albatta yozib qoldiring. Sizning har bir fikringiz, har bir so'zingiz biz uchun juda muhim. Zero yolg'iz emasligingizni bilish katta kuch. Xo'sh, bu vaziyatdan qanday chiqish mumkin? Birinchi navbatda shuni bilishingiz kerakki, sizning hovlingiz, sizning qalangiz. Hech kim sizning ruxsatingizsiz uyingizga yoki hovlingizga kirishga haqli emas, agar ularda sud qarori bo'lmasa. Birinchi qadam, agar inspektorlar yoki militsiya xodimlari kelishsa, ulardan o'z xizmat guvohnomalarini ko'rsatishni talab qiling. Ularning ism-sharifi, lavozimini yozib oling. Ikkinchi qadam, ular nima maqsadda kelganliklarini aniq tushuntirishlarini talab qiling. Agar ular sizning chorva mollaringizni musodara qilish uchun kelgan bo'lsalar, ular bu ishni amalga oshirishga ruxsat beruvchi sud qarori yoki prokuratura sanksiyasini talab qiling. Hech qanday favqulodda protokol on ikkir bu sizning uy daxlsizligingizni buzishga qonuniy asos bo'la olmaydi. Agar ular sud qarorisiz kirishga harakat qilsalar, bu qonunbuzarlik hisoblanadi. Uchinchi qadam, vaziyatni telefoningizga videoga oling. Bu holatda sizning huquqlaringiz buzilganini isbotlash uchun dalil bo'ladi. Ularning har bir harakatini, aytgan har bir so'zini yozib oling. To'rtinchi qadam, jonivorlaringizni hech qanday tovon to'lamasdan tortib olishga urinishsa, bunga qat'iyan rozi bo'lmang. Mulkingizni himoya qiling. Agar ular kuch ishlatib olib ketishsa ham, bu musodara emas, balki talon-taroj hisoblanadi. Siz bu haqda darhol prokuraturaga, ichki ishlar organlariga shikoyat qila olasiz. Beshinchi qadam, hech qanday jarima protokoli yoki boshqa hujjatlarga imzo chekmang, agar siz uning mazmunini tushunmasangiz yoki unga rozi bo'lmasangiz. Agar imzo chekishga majburlashsa, imzo chekishga majburlandim degan yozuvni qo'shib imzo cheking. Oltinchi qadam, eng muhimi mahalla raisi va faollarni chaqiring. Vaziyatni ularga tushuntiring. Mahalla hamjamiyati sizni himoya qilishi shart. Zero mahalla bu bir oila, u yerda yashovchi har bir qariya o'z farzandidek. Biz yuristlar har doim sizning haqqingizni himoya qilishga tayyormiz. Bunday holatga tushib qolsangiz, biz bilan bog'laning. Biz sizga bepul huquqiy maslahat beramiz va qonun doirasida har qanday yordamni ko'rsatamiz.
Unutmang, har bir insonning oz mulkini himoya qilishga, oz oilasini boqishga haqqi bor. Bu konstitutsion huquqdir. Xo'sh, azizlar, pensiya jamg'armasining arzimagan pensiyasiga ishonib, endi oz hovlingizdagi 1-2 tovuqning ham hayotidan ayrilishga tayyormisiz? Yoki oz haqqingizni himoya qilish uchun kurashga chiqasizmi? Bu savolga javobingizni izohlarda kutib qolaman.